Assalomu alaykum hurmatli Ishtixon baraka uylarida obunachilari. Bugun biz aynan Ishtixon shahri. Xo'p, endi aynan bu joyimiz menimcha Ishtixon shahri Qoraqo'yli mahallasiga qarovchi, ya'ni o'sha eski hamma biladi. Poliklinikaning yonida joylashgan stomatologiya. O'sha stomatologiya bilan kirib kelaverishda ikki qavatdan iborat domlarimiz joylashgan, ya'ni 1 2 3 4 ta o'sha dom joylashgan, ikki qavatdan iborat. Umumiy 3 xona, ya'ni 3 xonadan ham deyarli proyekt vaqti o'zgarib ketgan. 3 xonadan ham ziyodroq xonadonimizda bugun video obzorini e'tiboringizga havola qilamiz. Kirib kelaverishni tushuntirdik. Stomatologiya o'ng tomonga burilib kirib kelaverishda 3-podyezdda joylashgan 3 xonadan iborat joyimiz. Xo'p, xonadonimiz 1-qavatda joylashgan. Ya'ni 1-qavat mana bismillahirrohmanirrohim. Xonadonimiz 1-qavatda joylashgan. Bu mushugimiz Germaniyadan tashrif buyurilgan mushuklardan, zotdor mushuk. Bu yerda bir qisqacha tushuntirib o'tib ketamiz. Ya'ni o'sha qolgan domlar, misol uchun juda ham ko'p domlarga borganmiz. 3 xonali, yangi, eski o'sha hokimiyat orqasidagi o'sha sovetskiy domlarga ham borganman. Ko'pchiligini o'sha men bu yerda xalaqit beradigan joyi bor. Nimaga? Chunki bu yerda kladovka sifatida qatroslagan bir kichkinagina xonachasi bo'lardi. Bu yer qurib tashlangan va ko'rib turganingizdek katta ob'yomli bitta pashta, bu ham bitta xona sifatida, ya'ni o'sha koridor ham katta bitta zal sifatida ham foydalansa bo'ladi. Mana tepaga o'sha televizor qo'yib qo'yilgan, xohlasa masalan bolalar bemalol yoki bo'lmasam o'sha ovqatlanib bo'lgandan keyin mana shu yerda o'tirib, no agar bo'lmasam bu yerga stol qo'yib mana shu yerda ovqatlanadigan xod qilib qo'ysa ham bo'lar ekan. Har xil stilga o'ynatsa bo'ladi, xullas kalom bir so'z bilan aytganda. Bu yerda endi kuxnya sifatida foydalanilgan, jihozlar bilan bezatilgan. Endi bitta oila uchun maksimum endi bitta kichkinagina kuxnyacha, gaz, hamma narsasi ustiga qilingan, suv mana bu yerda, mebel jihozlari, oilaga bitta normal bu yerga xolodilnigingizni joylashtirib qo'ysangiz, ya kelishsa balkim mebel jihozlari bilan ham berib ketishi mumkindir. Endi uni baribir kelishga bog'liq. Mana bu yerda bolalar xonasi. Xohlasangiz mehmonga yotoqxona qilib qo'ysangiz bo'ladi, yoki bolalarga bitta xona, kichkinagina xonacha ekan, yaxshi. Bolalar uchun bitta xona qilib qo'ysa ham bo'lar ekan. Ko'rinishlari ideal holatda. Xo'p, endi mebel jihozlari bilan tashlab ketilar ekan. Ha. Summani ichida mebel jihozlari bilan tashlab ketiladi, deyapti. O'shaning uchun. Xo'p, endi bu yerda kattalar uchun yotoqxona. Tashqariga qaragan, orqa tomonga qaragan romliga. Shuni ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi. Xo'p. Keyin tushuntiramiz sanuzlarni. Endi mehmonxonamiz. Xo'p, umumiy mehmonxonamiz endi qolgan domlarga nisbatan kattaroq, kengashroq bu mehmonxona. Nimaga? Chunki o'sha aytib o'tganimizdek balkonni evaziga kengaytirilgan holatdagi mehmonxona. Ko'pchilikda o'sha men bu yerdan bu yog'i balkon sifatida foydalangan, yo'q, kattaroq. Endi men mebel jihozlarni xohlasalaringiz gaplashasizlar, endi balkim olib ketar yoki bo'lmasa sotib ketaman deyapti. Endi gaplashamiz, u temani ichida bo'lib ketadi deyapti. Lekin hozirgi holatda mana shu mebellarni shunda chiqarib tashlasangiz, haqiqatan ham kengish katta bitta zal, mehmonxonacha bir pashta bir 20-30 kishini bemalol sig'dira oladi. Bag'riga oladi. Xo'p, endi orqa tomonga o'tamiz. Orqa tomondagi joylarimizni ham tushuntirib o'tib ketamiz. Endi sanuzelga tashrif buyuramiz. Sanuzelimiz ham ko'rib turganingizdek, dushoy kabinalari, aristollar, suv, sovuq suv, gaz umuman o'chmaydi. Xo'p, kanalizatsiya yuzasi ishlaydi. Ko'rib turganingizdek, sharoitchasi hammasi ideal holatda turibdi va eng asosiysi va eng zo'r tomoni orqa tomonda, ya'ni orqa tomonda tualetlari ham bor va orqa tomondagi joyimiz ham bor dedi. O'sha kadastr, ya'ni dokumentimizga kiritilgan joyimiz ham belgilangan hududimiz bor dedi. U albatta kimdir o'sha haqiqatan ham bu uyga qiziqib, haqiqatan ham oladigan bo'lib turib, xaridor bo'lib kelsangiz, dokument masalalari yoki bo'lmasa o'sha kadastrni bemalol tekshirib olib ko'rishingiz mumkin. Bu imkoniyatni sizga taqdim qila oladi. O'shaning uchun ko'rib turganingizdek, orqada ham katta ob'yomli joyimiz bor. Endi aynan hududni men sizga aynan hozir belgilab ko'rsatishning foydasi yo'q. O'sha kelib, kim kadastrga dokumentga tushunadigan bo'lsa, kelib ko'rib, bemalol tekshirib olsa bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, mana shu banitsalarimiz, mana tibbiyot birlashmalari, mana bu yoqda banitsa, hammasi yaqin. Eng qizig'i bu yerda bitta tomoni bor. Sho'dor baxtiyariz, misol uchun bizlarga umuman gaz, svet, suv o'chmaydigan yaxshi joydan kerak deganlar uchun ayni muddao, chunki bu yerda gaz masalasi umuman o'chmaydi. Nimaga? Chunki aynan o'sha Ishtixon hududlar sentralniy joylarda ham gaz o'chishi mumkin, lekin aynan mana shu yerda o'chmaydi. Sababi ko'rib turganingizdek, yonginangizda umumiy Ishtixon tumanining tibbiyot birlashmalarining hammasi shu yerda joylashgan. Bu yerlarda bemorlar keladi, kasallar bor, davolanadi, yotishadi. O'shaning uchun uzluksiz bu yerda gaz, svet, suvdan muammo bo'lmaydi. O'shaning uchun bemalol tashrif buyurib, pastda egasini nomerlarini qoldiramiz. Bemalol tashrif buyurib va eng asosiysi, hozir podval qismimiz ham bor deyishdi. Endi uni ko'rsatgan bilan bir ahamiyatga ega emas, balki kelgan odam o'sha aytib o'tgandek,
tashrif buyurib, ko'rib, ob'yomini xuddi o'sha 44 kvadrat maydonga ega mana shu tepangi qavatimiz bo'lsa, pastki qavati ham juda ham katta ob'yomga ega. O'sha podvol qismimiz ham joylashgan dedi. Xohlasangiz o'sha taqib-tuqirlaringizni kirgizib qo'yadigan joy qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Kelish kerak. Pastda nomerini qoldiramiz. Summasi necha pul deganlar uchun endi summasini aytib o'tmaymiz. Xo'p, endi opamiz bo'ladi. Opamizni o'zini nomerlarini qoldiramiz, xonadon egasini. O'zim bemalol Shodiyor aka gaplashaman deyapti. Kelishtirib, mayli, chiroyli narx qilib beraman. Telefon qilaversa, o'zim gaplashib, savdosini ham o'zim qilaman deyapti. O'shaning uchun bemalol tortinmasdan, bu endi savdo, tortinib, xijolat bo'lib, telefon qilmasdan yoki men summasini aytmabsiz, biz endi bezovta qilib o'tirmaylik emas, bemalol o'zlari tomonidan o'sha taklif berildi. Bemalol bexijolat telefon qilaversin, ko'taraman. Tashrif buyursa, uyni kelib ko'rsataman. Ma'qul bo'ladigan bo'lsa, savdosini kelishamiz deyapti. Siz bitta chiroyli narx aytasiz, opamiz bitta chiroyli narx aytadi, o'rtada bitta summa kelib chiqadi, o'shanga baraka bo'ladi. O'shaning uchun tezroq telefon qilish kerak. Aynan Ishtixon shahrining sentralniy hududidan, o'sha bozor, maktab, sentr, masjid yaqin, qolaversa o'sha tibbiyot birlashmalari, bu yoqda umuman uslugi juda ham ko'p. Bu tomondan kelganingizda ham, o'sha Qorag'o'yli tomon bilan kelganingizda ham o'sha parklarga ham juda ham yaqin joy. Aynan Qoq markazdan hovli joyga pulimiz yetmaydi-yu, lekin dom kerak, yaxshi joydan dom kerak deganlar uchun ayni muddo kelib ko'rishinglar mumkin. Lokatsiyasini yana bir marta tushuntiramiz. Ishtixon shahri Qorag'o'yli mahallasiga qaraydi. Qorag'o'yli mahallasi, xo'p, tibbiyot birlashmasiga yetmasdan o'ng qo'lga burilasiz va o'sha stomatologiyadan shundan o'tishingizda umumiy 4 ta 2 qavatdan iborat domlarimiz qurilgan, 3-partajga birinchi etajda joylashgan, umumiy 3 xonadan iborat 44 kvadrat maydonga ega xonadonimizni video obzorini e'tiboringizga havola qildik. Bemalol tashrif buyurib, tezroq aloqaga chiqishingiz mumkin. Sizlar bilan Shodiyor Baxtiyor, maxsus Ishtixon barakali uylar jamoasi. Kimga dom, kimga uy kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilinglar. Sotiladigan joylar bo'ladigan bo'lsa ham bemalol bexijolat telefon qilsanglar, kanallarni chiroyli yoritib beramiz va imkon darajada o'sha sotilguncha bizning kanallarimizda videongiz batafsil ma'lumoti bilan turadi.